Her qitim men aşu Kenşosudagi putumdagi kishanni 20 kun aşu karvatga zanjirlab qo'ygan vaqtlarni, aşu so'g'aqni, ochliqni, uyqusizlikni o'ylagan vaqtimda men intayin qo'rqinish bosadi. Qamoqxonada bizningki sharoitimiz intayin nachar bo'lib, hammamizning putida kishan batdi, tamoqimiz intayin nachar, so'g'aq, ochliq bizni qiynatdi. 24 soat chiroq yiniqlik turadi. Kechalari navbatlashib, dijurnilikda turardik. Uyqusizlik bizni qiynatdi. Biz siyosiy jinoyatchilarni sababsizlam karvatga zanjirlab qo'ygan vaqtda bu bizga bek ig'ir kelgan. Men lagerdagi vaqtimda bir ayolni shu Gobavninki 3 kun akitib, 3 kundan keyin akab qo'ygan vaqtda bu ayolni intayin qattiq urib, akabdikan to'q shu chog'da shu ayolninki qo'llari ishib, qizdirib ketganligini men ko'rgandim. Bizningki lagerdagi turmushimiz intayin jafoliq bo'lib, bizningki kunda bizga tarix darsi, qonun darsi, xanzu tili darslarini o'tatdi, yodlaydigan darslar intayin jiqdi. Har kuni qizil naqsha yetishni o'rgatdik, maktabning har xil qoida tuzumlarini yodlaydik. Bular mushundaq o'zininki madaniyatlarini, tarixlarini, qonunlarini bizning kallimizga singdirish orqali bizningki kallimizni yuyib, bizning kallimizni yuyishdan boshqa narsa emas. Çünkü meyli lagerda bo'lsin, meyli qamoqxonada bo'lsin, bizning Uyg'urcha qilishimiz cheklangan. Butunlay shu Uyg'urlarningki urf-odatlari, diniy urf-odatlari bilan shug'ullanish cheklangan. Biz lagerdagi vaqtimizda yilda 2 qitim zukamning oldini oldigan deb bizga vaksina urilgan. Shu vaksina olgandan keyin nurg'un ayollarningki odatlari to'xtab ketgan, ular kelgusidan, balliq bo'la olmasligidan ansirashga boshladi. Ben şu vaqtida şu urilgan vaksinalardan azroq gumonlanishga boshladim, biroq hech qanday isbotim yo'qdi. Keyin Fransiyaga qaytib chiqqandan keyin ashtaq lagerlarda, kameralarda haqiqatan Uyg'ur ayollarini tug'maslik qo'yish uchun o'kildorlarni ishlatganligini angladim. Mushlarning hammasi ash Uyg'urlarni asta-asta yo'qotish uchun ipag'an zulmlari deb o'ylayman. Çünkü biz bu lagerda hemmimiz özümüzni günahsız hesaplaydık. Ular bizge sotaşkan vakti bo'lsin, meyli bizni tanqidlab, jinoyatlarimizni yüzümüzge sağan vaqtlarda bu bizge intayin külkülük bilinadi. Biz o'ylaydik, sizlarning qo'linglardan shu bizni qiynashdan boshqa hech qanday ish kelmaydi. Sizlarning qo'linglardan keldigini shu bo'lsa, o'zinglar xohlaganinglarni qilinglar deb biz o'zimiz gunohsiz bo'lgandan keyin bu ishlarni o'zimizga bek ip ketmaydik, ya'ni o'zimizni xo'shal tutdik. Ular shundaq putlarimizga kishan silib, 11 soatlab sinfga so'lab, o'zlarining madaniyatini bizga o'rgatamiz debmi bizni o'zgartirmadi deb o'ylayman. Her qitim men aşu Kenşosudagi putumdagi kishanni 20 kun aşu karvatga zanjirlab qo'ygan vaqtlarni, aşu so'g'aqni, ochliqni, uyqusizlikni o'ylagan vaqtimda men intayin qo'rqinish bosadi. Hozir salomatligimda masalan belim og'riydi, putum og'riydi, butun muskullarim og'riydi, tutib olish qobiliyatim intayin nacharlashdi, ko'zimning ko'rish quvvatim bakli tuban. Ruhiy jihatdan men o'zimni intayin bir xil qo'rqinchoq bo'lib qolgandek his qilaman. Bugungi kunda meningki mustaq bir guvohlik berishim, vatanda nurg'un Uyg'urlar lagerda yetib chiqdi.
ular gerçek qo'yib berilgan bo'lsa-mu, ularningki so'zlash huquqi yo'q. Agar ular shu lagerdagi ishlarni oshkorlab qo'ysa, ularning qayta kirib ketish ehtimolligi bor. Meningki so'zlash huquqim bo'lgandan keyin, menda mushtaq bir fursat bo'lgandan keyin, shu lagerda bo'lgan, ko'rgan, anlaganlarimning hammani so'zlashga qaror qildim. Dastlabda men bu kitobni yozgan vaqtimda o'zimningki ismini oshkorlamaslikni qaror qilgan. Chunki vatanni qolib qolgan urug' tuqqanlarimdan ansiraydim. Keyin o'ylab baqsam, bu kitobga o'zimningki haqiqiy beshimdan o'tgan voqealarni yozdim. Hech qanday bir odamni tilimidim, oshirib etmadim, yolg'onchilik qilmadim. Unda bo'lgandan keyin meningki qo'rqishimning hech qanday hojati yo'q ekan deb o'zimningki ismini oshkorlashni qaror qildim. Ben gerçi Fransiyada 10 yıl yaşagan bolsam-mu, azaldan Jungo hökumetiga qarshi bir ish harakat bilan shug'ullanib bakmagan. Shundaqdimi Jungo hökumeti meni turmaga tashlab 3 yillik erkinligimni nobud qildi. Men shu kitobimni yozish orqali shu beshimdan o'tganlarni butun dunyo xalqiga bildirishni to'g'ri topdim. Bunun hammasini shu Jungo hökumeti o'zlari majburladi. Gerçi ben Jungo'da tug'ilib cho'ng bo'lganim bilan men azaldan o'zimni Xansolar bilan o'xshash bir o'ringa qo'yib bakmagan. Men o'zimni boshdan oxir Uyg'ur deb hisoblayman. Gerçi Uyg'urlarga bo'lgan besim shundaq ig'ir bo'lsa-mu, men o'zimni Uyg'ur deb hisoblaydim. Uyg'urninki shu ishlarga masalan Fransiya hukumati bo'lsin, Yevropadagi boshqa davlatlar bo'lsin, aralashib ko'ngil bo'lib yetibdi. Ben yana davamlı şularninki şu Uyg'urlarga texmi ko'ngil bo'lib, şu Uyg'urlarning beshiga kelgan şu zulmlardan şu Uyg'urlarni qutuldirishini, şu lagerlarninki taqilishini, Uyg'urlarning bir erkin ozoda odamdek kun ko'rishini umid qilaman.